Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, motoblok ishqibozlari. Mana xudo xohlasa kech salqinda ishni boshladik. Ochig'i bu obeddan keyingi ikkinchi yer tekislab yarmini haydab yo'l olib beramiz. Xudo xohlasa hamma videoni tashlaymiz, qo'ldan kelgan joy yer olinganda ham hammasini tashlaymiz. Ko'ringlar, mazza qilinglar. Xizmat bo'lsa aytinglar. Qo'ldan kelgancha albatta yorvoramiz demaymiz, qo'limizdan kelganicha. Qo'ldan kelsa yordam beramiz. Ko'ringlar, mazza qilinglar. Albatta. Bu motoblogimiz 173 660 deb sotilgan bizga. Qayta aytamiz, Excalibur nomi. 660 dizel 170 760 benzindan oboroti past, ancha past. Даже oboroti benzinni birinchi skorsidan bu dizelni ikkinchi skorsi ham tezligi kamroq почти. Lekin kuchi normalniy. Benzinli 960 motoblokni qilgan ishini bemalol qiladi. Даже u haydalmagan joydan ham haydaydi. Faqat katta yerlarga sal vaqt ko'p ketadi, qiynalmaydi, vaqt ko'p ketadi. Kichkina 2-3 sotik yerlarga, 1 sotik yerga, yarim sotik shunaqa joylarga juda bir mos tushadigan, yorvoradigan motoblok. Mana hozir temir balonni ko'pchilik so'raydi, mana zavodskoy bu. Shunda ochar olamiz xudo xolasa. Bu balon sotuvda bor. Toshkent viloyatida Yangiobod, Toshkentda Yangiobod degan bozor bor. Ana o'sha yerda Qahramon degan motoblok zapchast sotadigan magazinchi bola sotadi. Uni yonida ham sotadi, unda ham bor. 280 ming bir donasi. Xullas, shunaqa gaplar hurmatli obunachilarimiz. Ko'ringlar, mazza qilinglar. Yo'qsa like bosinglar. Bu narsa kerak bo'lsa telefon qilinglar, telefonlarim bor. Omad hammaga. Sezonda gazini bosish kerak menimcha. Omad.